qanaqa qo'lida soat taqqan, Cartier, Tissot, hokazo. 5 yulduzli, 3 yulduzli mehmonxonaga kirish uchun xodimga qanaqa asosiy talablar kerak? Qozog'iston, Tojikistonlardan ancha fuqarolar davolangan ham kelyapti. Erkak kishiga mosmi, ayol kishiga mosmi, qaysi yoshdagilarga mos, yoshi kattalargami, yoshlargami, mana shunaqa qiz bolalar barmenlar bor, shunaqa qiladi, u o'rmonlarga masalan o'rnak bo'ladi masalan. Assalomu alaykum Nurbek Va aka, alaykum assalom. tashrifingiz uchun rahmat. Sizga rahmat, taklif uchun. Juda ham xursandmiz. Demak, auditoriyamizga o'zingizni qisqacha tanishtirishdan boshlasak. Xo'p, ismim Meliyev Nurbek, to'liq ismim. O'zbekistonda tug'ilganmiz. Shu paytgacha Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent moliya institutlarini, bakalavr, magistrlarni bitirganmiz. Keyin shu bitirganimizdan keyin shu Toshkent davlat iqtisodiyot universitetida o'qituvchi lavozimiga ishga kirib, keyinchalik shug'ullanib moliyada dars berganmiz. Shu paytgacha mana Toshkent shahridagi Kimyo xalqaro universitetida ham o'qituvchi, ham kafedra mudiri, ham turizm, xalqaro marketing yo'nalishlari bo'yicha dekan lavozimiga kelib, hozirda o'zimiz ham mana shu mehmonxona sohasi bo'yicha, turizm sohasi bo'yicha loyihalarni amalga oshirib, shu yurtimizga shu soha bo'yicha kadrlarni tayyorlash bo'yicha o'z hissamizni qo'shib kelyapmiz. Mehmonxona o'zi haqida gaplashadigan bo'lsak, juda ham zo'r va rivojlanayotgan soha. Mehmonxonada muloqot haqida gaplashadigan bo'lsak, o'zi muloqot qay darajada ahamiyatli mehmonxona xodimlarida? Albatta, u har bir insonni uchrashuvi salomdan boshlanadi. Albatta, bu mehmonxonalarda salom berishning o'z tartib-qoidalari bor. Mehmonlar mehmonxonada birinchi kelganda albatta resepsiyonda uchrashadi. Resepsionist, ya'ni resepsiyon xodimi agar chet el mehmon bo'lsa, albatta chet el tilida gapiradi. Ya'ni biz bilamiz ingliz tilida. Hello, good day, xol-ahvol so'rash mumkin. Yaxshi keldingizmi? Qanaqa yordam bersam bo'ladi deb. Ammo mehmon joylash bo'lgandan keyin, misol xonadan turib, telefon orqali bargami yoki resepsiyonda biror narsa iltimos qilmoqchi bo'lsa, uni boshqa tartib-qoidalari bor. Masalan, resepsiyon xodimi telefon ko'tarib, assalomu alaykum или здравствуйте, yaxshimisiz, unaqa mumkin emas. Ya'ni telefon ko'targanda reception, masalan, Nurbek, eshitaman. Bar, Nurbek, eshitaman. Mana shunaqa tartib-qoidalar bor. Bu yerda o'zi ortiqcha etikani qanday ko'rsatish shart emas. Birinchi ko'rishganda albatta yoki mehmon chiqib ketayotgan paytda o'zi tugab, masalan, komandirovkasini o'sha dam olish tugab ketayotganda yaxshi kuzatib qo'yish lozim. Yana kelib turing misol qilib, u ham me'yorida, ortiqcha emas kerak. Chunki qanaqadir mehmonlarga yoqadir, qanaqadir mehmonlarga yoqmaydi. Bu ham hammasi me'yorida bo'lishi kerak. Bilamiz, bu o'ziga xos ahamiyatga ega salom berish qoidasi. Rahmat. O'zi muloqotda ham, anaqada ham VIP mehmonxonalar bilan oddiy mehmonxonalarni muloqot qilish madaniyati qanaqa, servis ko'rsatish jarayoni qanaqa va mehmonlar kelganda ham qanaqa qilib ajratib olishadi? Endi mehmonni ajratish uchun hozirgi kunda ko'p omillari bor. Ya'ni qanaqa mashinada keladi misol. Xo'p. Yoshlarimiz yaxshi tushunishadi. Ferrari, Lamborghini deydi. Qanaqa qo'lida soat taqqan, Cartier, Tissot, hokazo qanaqa atir sepgan. Masalan, hozir ham juda mana bu taniqlib ketgan atirlar bor. Bitta narsani ta'kidlab o'tish kerak. Yaxshi xodim, mutaxassis hech qachon mehmonni turishiga qarab, u masalan u VIP mehmonmi yoki masalan oddiy mehmonmi, u narsaga ahamiyat bermaslik kerak. Qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar, u mehmon. Ayniqsa agar u chet eldan kelgan bo'lsa, bu juda katta ahamiyatga ega, chunki u chet eldan kelgan mehmon o'sha O'zbekiston fuqarosi, ya'ni O'zbekiston mehmonxonasidagi xodimni muloqotiga, o'sha tarbiyasiga, ishiga qarab butun bir mamlakatga bir baho beradi. Bu masalan bir oddiy bilmaymiz, ko'p ijtimoiy tarmoqlarda har xil video chiqib ketgan o'rnakli, ya'ni bir boyvachcha odam oddiy kiyinadi, mehmonxonaga boradi, unda охранасы yoki o'sha resepsiyonda yaxshi muomala qilmaydi. Vaholanki u mehmonxonani reputatsiyasiga, obro'yiga juda putur yetadi. Shuning uchun to'g'ri, VIP degan yana bir ta'kidlab o'tishimiz kerak. VIP deganda shunaqa mehmonlar bo'ladiki, bu davlat darajasidagi. Bundan oldin ham intervyu berganimda o'sha aytib o'tgandim,
o'n uchinchi o'n to'rtinchi o'n beshinchi yillarda o'sha saylovlarda qatnashganmiz volontyor bo'lib o'sha o'qituvchi bo'lgan paytimizda jalb qilishgan. O'shanda biza o'sha VIP mehmonlar kutib olganmiz. Ular qanaqa darajada VIP o'sha chet el mamlakatlaridan bir davlat xodimlari, vazirlar, vazir o'rinbosarlari, nufuzli universitetlar rektorlarini kutib olganmiz. Bular o'sha bularga boshqacha o'sha muloqot, ya'ni e'tibor qilinadi. Yangi masalan o'zini tartib qoidalari bor. To'g'ri. Chunki baribir ularda o'sha ularni keladigan maqsadi boshqa. Masalan, VIP deganda qanaqa tushunish mumkin? Oddiy xalq bo'lishi mumkin. Keladi, bir mamlakatga mehmonxonaga joylashadi, dam oladi, ketadi. VIP o'sha davlat darajasidagi mehmonlar missiya bilan, vazifa bilan keladi. Masalan, maqsad bilan keladi, to'g'ri. Maqsad bilan keladi, ya'ni saylovlarga ishtirok etish, bir memorandum tuzish, kontraktlar tuzish, masalan, davlat darajasidagi masalalar maqsad missiyasi katta bo'lganiga yarasha ularning xohishlari ham anaqa boshqacharoq yondashuv ham kerak bo'lganligi uchun. Xuddi shunday, da. Zo'r, javob uchun rahmat. Endi konfliktlar haqida gaplashadigan bo'lsak, endi baribir servisda ko'rsatadigan odam juda ham sabrli bo'lishi kerak. Konflikt vaziyatlarda shu mehmonxona xodimlari qanaqa qilib vaziyatdan chiqib ketishlari mumkin? O'zini texnikalari bormi yoki o'zini qanaqa tutish kerak? Birinchi o'rinda, misol uchun, yaxshi xodim bilan, misol uchun, konfliktli vaziyatda quyi darajali oddiy xodim qanaqa yo'l tutadi konfliktli vaziyatda? Bu masalada o'zimizni millatimizdan kelib chiqqan holda aytishadi, mehmon otangdek ulug' deyishadi. Shuning uchun bu holatda obyektiv tomondan qarasak, qanaqa mehmonxona bo'lishidan qat'iy nazar, birinchi navbatda o'sha kameralar bo'lishi kerak. Kamera nima uchun kerak? U kamera bizga aniqlab beradi, bu konfliktni situatsiyada, ya'ni holatda kim haq, nohaq va nohaq. Shunaqa bo'lishi mumkinki, mijoz o'zi ataylab shu narsaga olib kelishi mumkin konfliktga. Ataylab yoki bir buni biz bilmaymiz. Mehmonda sog'liq bilan muammo bo'lishi mumkin. Mehmonda kayfiyat bo'lmasligidan shunaqa konflikt olib kelgan bo'lishi mumkin. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, bu holatda mehmonxona xodimi o'zini har tomonlama yaxshi ko'rsatish kerak. Ya'ni har tomonlama o'sha konfliktni oldini olishga harakat qilish kerak. Bu birinchi masala. Ikkinchi darajada agar o'sha konflikt, ya'ni muammo hal bo'lmaydigan bo'lsa, albatta mehmonxonani har bitta bo'limni o'zini mas'ul xodim bor. Ya'ni masalan, restoran, bar bo'ladigan bo'lsa, F&B manager, food and beverage manager bo'ladi. Ya'ni o'sha bar restoran qaradigan o'sha mas'ul menejer bo'ladi. O'z navbatida xodim, o'sha ofitsiant bo'ladimi, barmen bo'ladimi, chaqirtirib o'sha muammoni har tomonlama obyektivniy, ya'ni obyektiv tomondan hal qilish lozim va bu iloji boricha bu narsa joyida hal qilinib, chetga chiqmasligi kerak. Chunki agar gap chiqib ketadigan bo'lsa, bu bilamizki, bitta gap ustiga yana bitta gap qo'shilib, bu oddiy bir arzimagan muammo, konflikt boshqa joylarga, ya'ni bu yana o'sha boya ta'kidlab o'tganimizdek, mehmonxonani obro'siga putur yetishi mumkin. Juda ham o'zimni ham e'tiborimni tortgan, konfliktli vaziyatda 5 yulduzli mehmonxonalar boshqacha yo'l tutadi, boshqacha attitude, munosabat ko'rsatishadi. Oddiy mehmonxona anaqalar boshqacha munosabat ko'rsatishadi. Oddiygina ularni sabr darajasiga qarab ham ajratishimiz mumkin. Oddiygina shuni ham yaqqol ko'rinadi, baribir farq qiladi. Ko'p zo'r, yaxshi mavzu ko'tardingiz. 3 yulduzli, 4 yulduzli, 5 yulduzli, to'g'ri, shu yulduzli bo'yicha ajraladi-da. Mehmonxonalar o'sha jahon standarti bo'yicha. Endi ular o'sha mehmonxona yulduzlari bo'yicha talablari bor. Masalan, 3 yulduzdan yuqori olish uchun, masalan, mehmonxona kirganda restoran alohida, bar alohida. Ya'ni bar restoran ichida bo'lsa, o'sha yulduzga to'sqinlik qilish mumkin. Bu demoqchigan, bu hammasi moddiy, texnik baza tomonidan olish mumkin bo'lgan yulduzlar yuqori. Bu hech qachon xodimga qanaqadir talab yoki bir qanaqadir qo'ymaydi. Bu degani 3 yulduzli mehmonxonada ishlaydimi, 4 yulduzlimi, 5 yulduzlimi, xodimni muomalasi, xodimni o'sha malakasi, xodimni o'sha darajasi yuqori darajada bo'ladi. Bu voy, men 3 darajada ishlaganmanmi, men shunchaki salom bersam bo'ldi. Assalomu alaykum emas, unaqa degan narsa yo'q. U chet elda ham, o'zimizda ham ko'p xodimlar shunaqa adashtirishadi. Shuning uchun bu 3 mehmon yulduzli, 5 yulduzlimi, o'sha etik, estetik tomondan tashqi ko'rinish, muloqot hamma o'sha a'lo darajada bo'lishi kerak. Zo'r mavzu ochildi. Ko'pchilik menga o'xshab noto'g'ri fikrlashi mumkin-da.
bu как stereotipga o'xshagan narsada qancha yulduzi ko'p bo'lsa qancha qimmat bo'lsa misol uchun shunaqa bo'lish shart degan narsa shakllanib qolgan odamlarimizda. To'g'ri, как bizada servis ko'rsatmaydigan yetarlicha bo'lmagan xodimlarni o'sha kasriga deymizmi, shunaqa fikr shakllanib qolganda. Keyingi mavzumiz o'zi shu 5 yulduzli, 3 yulduzli mehmonxonaga kirish uchun xodimga qanaqa asosiy talablar kerak? Misol uchun farq qiladimi yoki hammaga asosiy standart bormi? O'zi nimaga qarab отказ olishadi xodimlar? Nimaga qarab kimdirlar muvaffaqiyatli bo'lib sразу kirib ketishadi, kimdirlar уже kirisha olmaydi. Ming harakat qilishsa ham, boshqa qilishsa ham. Agar ochiqchasiga gapirayotgan bo'lsak, hozirgi avlodda bizani avlod bilan bir farqi borki, biza ishga chanqoq edik. Ya'ni o'sha bakalavriat darajasida o'qiganimizda 3-4-kurslarda shu kimgadir borib, qaysi bir korxonaga, o'sha bank bo'ladimi, hokimiyat va hokazo shogirdga tushib, o'sha ish yuritishdan o'rganib, o'zimizni ustimizga ishlaganmiz. Endi balkim kimgadir baksan yoqmas gapim, bu bor haqiqat aytmoqchiman. O'zimni o'sha pedagogik amaliyotimdan, shu dekanlik amaliyotimdan kelib chiqqan holda ko'p talabalar shu diplom olgandan keyin shu diplom bor, bo'ldi, men boraman-da, bitta kojani kresloda o'tirib rahbarlik qilaman deydi. Ish tayyor deb o'ylaydi. Rahbarlik qilaman deydi. Vaholanki uni tagidagi negizida qanaqa ishlab yotibdi, fundamental asoslari qanaqa bu korxonani, qanaqa mexanizmi, ya'niki mexanizm qanaqa ishlaydi bilishmaydi. Uning uchun albatta o'sha o'qish davomida amaliyot bo'lishi kerak, amaliyot yo'liga qo'yilgan bo'lishi kerak. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala, savolingizga qaytargan bo'lsak, ya'ni nima uchun ko'p rad javobni olishadi? Birinchi navbatda mehmonxona deganda, ya'ni bu turizm bir qismi hisoblanadi. Gidlik, mehmonxona bu har bir mamlakat turizm asoslaridan biri deganimizda, albatta birinchi navbatda bu til. Til deganda chet el tillari. Birinchi navbatda albatta o'z ona tilini. O'z ona tili deganda adabiy to'g'ri til. Ya'ni to'g'ri muomala qilib qo'shmasdan. Birinchi navbatda. Ikkinchi navbatda o'zi jahon tillaridan biri. Ya'ni bilamizki bu ingliz tili, birinchi navbatda fransuz, ispan, nemis tillari kiradi. O'zbekistonni oladigan bo'lsak, bilamizki O'zbekiston MDH mamlakatlar ro'yxatiga kiradi. Ya'ni bizda ko'p mehmonlar o'sha MDH mamlakatdan keladi. Mana bilamizki Qozog'iston, Tojikiston bizning qo'shnilarimiz, Qirg'iziston. O'zim ham bir statistik ma'lumot qilganda bizning yurtimizga o'sha Belorussiyadan, Ukraina, Armeniya, Gruziyadan mehmonlar kelgan. Bir muammo bo'ladiki, ular ingliz tilini bilmaydi masalan. Ingliz tilini bilmaydi. Qanaqa yo'l tutiladi? Ularda bilamizki, asosan MDHda asosan rus tili. Rus tili. Ya'ni rus tilini bilsa, o'sha ya'ni ishga olinishi yana ko'proq imkoniyat bo'ladi. Bir mehmonxona nomini aytmayman. Turkiyada bo'lganimizda safarda, xizmat safarida Istanbulda mehmonxonada menejer bilan gaplashganimizda o'zimizni o'zbek yoshlarni ishlaydigan payti aytganki, "Men bu bolani oyligi ko'proq bu bolaga qaraganda, bilasizmi sababi nimaga degan. Nimaga desam, bu bola faqat shu turk tili bilan ingliz tilini biladi degan. Xo'p degan. Nargisi ingliz tilini biladi, turk tilini biladi, rus tilini biladi, nemis tilini ham tushunadi degan. Endi bu qarang, bitta til bilgani, ya'ni buni nafaqat ishga olinishiga, balki o'sha oyligi, daromadiga ham o'zi ta'sir qilyapti. Bu o'sha ikkinchi masala. Uchinchi masala, ya'ni tashqi ko'rinishi. Psixologiyada bitta narsa borki, mana vaqtida biz ham HR management degan fanlar bo'lgan, ya'ni ish xodimlarni boshqarishda o'sha birinchi mavzulardan biri bu xodimlarni ishga ortish tartib qoidalari. Ya'ni intervyu qilinadi, собеседование qilinadi, anketirование. Birinchi ishga kelganda amerikanskiy psixologlar bir narsani aniqlashganki, agar bo'lajak xodim birinchi собеседование, ya'ni o'sha suhbatga kelganda o'sha ish beruvchi отдел kadrda, ya'ni kadrlar bo'limi xodimi oyoq kiyimi bilan tishiga qarar ekan, e'tibor beradi. Ya'ni tishi oppoq bo'lsa, ya'ni toza bo'lsa, qo'pol qilayotganda oyoq kiyimi u xodimning tartibli bo'lsa, bu degani bu xodim ishida ham shunaqa detallarga e'tibor berib, ishini ham tartibli, intizomli, toza va qiladi. Toza deganda bu qanaqadir farroshli emas. Ya'ni shu dokumentatsiyasini ham tartibli boradi. Значит, oyoq kiyimiga e'tibor berdimi? Singan bo'ladi. Singan bo'ladi.
u yuz turishiga qaradimi, ya'ni soch turmagi bormi, kiyinish madaniyati bor. Bizani yoshlarimiz hozir o'zi to'g'ri kiyinish madaniyati bor. Sport zalda sport kiyim kiyasiz, tadbirlarda chiroyli kiyim kiyasiz. No, o'sha ishga joylashganda borayotganda ham odam sal o'ziga qarab borsa, o'sha ishga olayotgan menejer ham tashqi ko'rinishga qaraydi, e'tibor beradi. Bu o'ziga qaragan, o'zini eplab olgan, tillar bilar ekan. Bu har bitta kiyinish madaniyati, muloqot madaniyati, til bilish madaniyatlari, ya'ni bu ishga olinish imkoniyatini yuqori qiladi. Zo'r. Birinchi taassurot ham shakllanadi ko'p narsa. Birinchi taassurot juda muhim. Qolgan taassurotlarga ta'sir qiladi. Ta'sir qiladi, albatta. Zo'r. Endi bizning yangi loyihamiz Seduda hotel management kursida mentor sifatida faoliyatingizni boshladingiz. Biz bundan juda ham xursandmiz. Va bu kurs nimaga boshqa kurslardan farqi nimada? Nimaga bizni tanlash kerak? Misol uchun talabalar hozir kuzatib turgan bizning yoshlar nega Seduning hotel management kursini, mehmonxona boshqaruv kursini tanlashim kerak degan savol bo'lishi aniq. Chunki albatta raqobatdoshlar bor, bizdan tashqari hamma joyni o'zini ustuvorligi bo'lgani kabi bizani va mana shu kursimizni ustuvorligi nimada? Birinchi navbatda ta'kidlab o'tish kerakki, bu memorandum asosida qilingan loyiha, ya'ni o'sha Vyetnamda nufuzli bir shu soha bo'yicha, ya'ni hotel management sohasi bo'yicha tashkilot bilan birga qilingan loyiha. Ya'ni bu o'zi bu degani bu o'zi xalqaro darajada degani, xalqaro standartlar degani. Keyingi darajalarda bilamizki, mana ta'lim berish metodikalari bor-da. Mana oldin eski payti ustoz chiqib o'qirdi, talabalar o'quvchilar yozardi. Bu yerda endi material texnik baza mavjud. Ya'ni o'sha material texnik baza deganda teoretik bilimdan tashqari ko'proq urg'u beriladi, ya'ni amaliyotga, amaliy darslarga. Amaliyot deganda o'sha 3-4 yulduzli emas, o'sha 5 yulduzli mehmonxonalarda qanaqa darajada bo'lsa, qanaqa standartlar bo'yicha, talablar bo'yicha qilingan bo'lsa, restoran, barlar qilingan bo'lsa, o'sha darajadagi material texnik baza yaratilgan. Ya'ni biza bir so'z bor, maket deymiz, manken, bu yerda maket yo qanaqa bir showroom emas. Kelib burasi mana bu showroomimiz bor, mana bu dars yo'q. Bu aynan o'sha xonalar shunaqa qilinganki, o'sha xonalarda teoretik mashg'ulotlardan keyin amaliyot darslarda, o'sha xonalarda o'sha laboratoriya deymiz, laboratoriyada to'liq ayta olmaymiz, laboratoriyada dars o'tiladi. Keyingisi eng ahamiyatli, eng kerakli bu o'qituvchilar. O'qituvchilar asosan bilimlari, ko'nikmalari 70-80% o'sha praktikada, ya'ni amaliyotda olingan. Ya'ni hammasi kamida 5-10 kamida yil 4-5 yulduzli mehmonxonalarda ishlagan, nufuzli, yaxshi darajalarda, lavozimlarda ishlagan, ya'ni o'sha xalqaro tajribasi bor o'qituvchilar beradi. Ya'ni faqatgina shu ta'kidlab o'tganimdek teoretik emas, o'sha amaliyot. Va o'z navbatida yana yengillik bor bu yerda, o'zimizning laboratoriyadan tashqari orada bir o'sha bizda hamkorlarimiz bor, hamkor mehmonxonalarimiz bor. Ular bilan ofitsialni, ya'ni ular bilan memorandum tuzilgan. Azimut mehmonxonasi, Panoramis mehmonxonasi, Baredison, Crown Plaza, to'g'ri, va hokazo. Yana ta'kidlab o'tsangiz, yana keyinchalik ham albatta imzolanadi. Bundan maqsad, ya'ni o'sha mehmonxonalarga birinchi navbatda bularni ish bilan ta'minlanish ham bir qaysidir ma'noda kafolatlanadi. Bu birinchi navbatda. Ikkinchi navbatda orada o'sha mehmonxonaga bor, yana boshqa ko'zlar bilan qarab, o'sha yerda ham bir amaliyot o'tish rejalari tuzmoqda. Bu yana yo'lga qo'yiladi. Umuman olganda o'sha ustuvorlar ko'p. Orada ya'ni rejada bor, orada asosiy o'qituvchilardan tashqari sommelier, ya'ni o'sha ichimliklar bo'yicha mutaxassislar, 5 yulduzli mehmonxonalar, chet el mehmonxonalaridan o'sha nufuzli bir mentorlar, nufuzli bir praktikasi bor, yaxshi nufuzli xodimlarni birov shuni chaqirib, ularga bir master klass ko'rsatish. Masalan, shunaqa tanishlarim borki, mana misrlik tanishim bor. O'zbekistonda, Toshkentda bir nechta mehmonxonalarni noldan boshlab ko'tarib berib, ishga
ya'ni ish yuritishni qo'yib bergan mutaxassislar bor, xalqaro darajadagi, ularni taklif qilib albatta, ya'ni o'sha SEDO Hotel Management akademiyasida bitirgan o'quvchi nafaqat mahalliy mehmonxonalarda 5 yulduzli bo'lishidan qat'iy nazar, ya'ni boshqa mamlakatlardagi chet eldagi nufuzli mehmonxonalarda bemalol o'sha olingan bilim va ko'nikmalarni bemalol ishlatib, karyera qilib, yaxshi oylik olib ishlasa bemalol bo'ladi. Endi bu albatta o'ziga ham bog'liq. To'g'ri, o'ziga harakat qilib, ishtiyoq bo'lib o'rgansa albatta, ya'ni biz tomonidan, SEDO tomonidan barcha sharoitlar, material texnik baza, o'qituvchilar, hamma tomonidan sharoit yaratilgan, bemalol bilim olish mumkin. Bu imkoniyat juda ham ajoyib imkoniyat deb o'ylayman. Sababi ham nazariy, ham amaliy, ham Vyetnam universitetlari, agarda Vyetnamga ketish imkoniyati bo'lmasa, oilaviy sabablarga ko'ra, qadriyatlarga ko'ra qoladigan bo'lsa, bizni misol uchun hamma xohlasa kerak yaxshi mehmonxonalarimizni, misol uchun Crown Plaza, Intercontinental, Azimutda stajirovka, amaliyot o'tash imkoniyati, albatta pullik stajirovkani o'tish imkoniyatlari bu juda ham zo'r imkoniyat deb o'ylayman va qisqa muddat ichida. Qisqa muddat ichida. Asosiy misol uchun necha yillik tajribamizni yig'ib berdik dedingiz-ku, beramiz dedingiz. Shunda saralab eng qaymog'i deydi-yu, eng qaymog'ini studentlarga berish ham bu ishlaydigan, mana shu narsani olsang zo'r bo'lasan degan narsada menga qilib juda ham bu zo'r imkoniyat. Yoshlar agar mehmonxonada, turizm sohasida o'zini kelajagini ko'radigan yoshlar uchun bu juda ham zo'r imkoniyat deb o'ylayman. Va bizani keyingi anaqamiz eng katta xatolar nimada? Biz yutuqlar haqida gaplashdik. Eng katta xatolar mana shu sohadagi xodimlarni, misol uchun o'qimadim, o'sha past darajada bo'lsa ham, oddiy anaqada ham kirdim ishga. Shu xatolarni oldini olish uchun bizda nimalar o'rgatiladi yoki ular kirib qanaqa xatolar qilishadi, misol uchun mehmonxona boshqaruvida asosiy xatolar, shularni minimalistik qilish imkoniyatlari bormi o'zi? Asosan qanaqa xatolar? Xatolar ko'p. Katta xatolar bor, kichik xatolar bor. Asosiy xatolardan biri umuman ham mehmonxona sohasida, ham umuman aytgan turizm va boshqa sohalarda xodimlarni o'z ustida ishlamaslik va ularni malakasini oshirib turmaslik. Ya'ni bilamizki, hozir zamon bitta joyda to'xtab qolmagan. Kundan kunga yangilik, kundan kunga yangi ixtirolar, yangi texnika, yangi metodika yangilanyapti. Ya'ni bu degani har qaysi sohada bo'lishidan qat'iy nazar o'smoqchi bo'lgan, karyera qilmoqchi bo'lgan, yuqori pog'onaga intilmoqchi bo'lgan xodim o'zini ustida ishlashi kerak va albatta har bitta tashkilotda shu bo'lim bo'lishi kerak, ya'ni xodimlarning malakasini oshirish. Masalan, ya'ni qanaqadir texnika chiqdi. Masalan, bilamizki, oldin oddiy bir espresso qilish uchun oddiy choynak bo'lgan, tagida gaz yoqishgan, hammasi ruchnoy deymiz, qo'l orqali, qo'l mehnati orqali bo'lgan. Hozir bilamizki, bir tugmachani bosamiz, knopkani bo'ldi. O'sha kapuchino deymizmi, nima bo'lsa ham tayyor qilib beradi masalan. Uni bilmasa, u texnika bilan foydalanishni bilmasa, u texnika borligini bilmasa, masalan. Bu faqatgina o'sha xodim emas, butun o'sha ta'kidlab o'tgandek, mehmonxonadagi yana u ta'sirini o'tkazadi. Ya'ni xodim bilmaydi, bilimi yo'q. Shuning uchun bu degani xodim o'zini ko'rsatdi, suhbatga keldi, o'zini ko'rsatdi, bilimi yetarli, yaxshi, ishga kirdi, ishlayapti. Bu degani bo'ldi, ishga kirdim, oylik olaman, kelaman, ketaman emas. Ya'ni agar o'zini hurmat qilgan xodim bo'lsa, karyera qilmoqchi bo'lsa, yuqori pog'onaga erishmoqchi bo'lsa, pog'onalarga o'z ustida ishlash kerak. Masalan, bir maqol bor. Agar inson bitta kitob o'qigan bo'lsa, bitta savolga bitta javob beradi. Agar ikkita kitob o'qigan bo'lsa, o'sha savolga kerak bo'lsa ikkita javob beradi. Ikkita javob beradi. Ya'ni bu degani masalan, kitob o'qishlik. Hozir hammamiz bilamizki, telefonga o'rganib qolganmiz, no, bu ham o'ziga yarasha pluslari bor. Ya'ni kitob o'qish. Bizlar asosan yoshligimizda shu ko'p bilimlarni kitobdan olganmiz. Hozir to'g'ri, zamon o'zgardi, kompyuter, planshetlar bor, qulayroq, no, baribir kitob deganda o'sha nimadir o'qish kerak, izlanish kerak, bilim olinish kerak. Masalan, bizlar davrimizda faqat o'sha
espresso cappuccino latte degan hozir karamellizированный raf na lavandовым soki na каком-то soki qanaqadir turlar chiqib ketgan. Oddiy misol bir suti turi qancha безлактозный, миндальный молоко, kokosli молоко. Misol chet eldan mehmon kelsa deb barmanga borib menga masalan bezlaktozli sutdan kofe qilib bersa u bilmasa, laktoz nimaligini bilmasa, qarab tursa bu mehmon boshqa kelmaydi. Bilamizki, boya bir aytmoqchi bo'lgan gapim bor edi, yaxshi Ishqoq bo'yicha bitta yaxshi xizmat ko'rsatilgan mijoz, bizning holat mehmon o'zini ketidan yana bitta olib kelishi mumkin. Bu tirik reklamada. Sarafan. U ham yaxshi ko'rsatilsa xizmat, ulanib ketadi. Bu tseppochka, ya'ni tsepna reaksiya deymiz, bir-biriga ulanib ketadigan bu narsa. Uning uchun bilim kerak, ko'nikmalar kerak. Albatta. U prak amaliyot kerak, ya'ni o'zini ustida ishlash kerak xodim. Bu degan ishga kirdim, oyligim bor, bu ishlayman, kelaman, ketaman, ya'ni o'sha bu albatta o'sha mehmonxonadagi menejer nazoratda bo'lishi kerak. Menejer ham kelib, front office menejer bo'ladimi, back office menejer bo'ladimi, kelib, ishlayaptimi, hamma joydan ketdi emas. Nima yangilik, dunyoda nima bo'lyapti? Men oddiy misol, mehmonxonani o'sha yostiqlarni oladigan bo'lsa yoki matras oladigan bo'lsa, ortopedik matras bor, anatomik matras bor. Men o'zimni tajribamdan kelib chiqib aytaman, Turkiyani Konya shahrida xizmat safari bo'lganimizda 5 yulduzli mehmonxona nomini aytmayman, bu endi biznes etika deymiz. Zo'r, hamma tomoni yaxshi, nimagadir o'sha matras menga yoqmas. Slishkim qattiq bo'lgan, vaholanki u qimmat bo'lishi mumkin. U yerda o'sha menejer bilish kerak. Masalan, anatomik bilishga, har bir detalga e'tibor bersa, agar har bir mehmonxonani har bir qismiga detallarga e'tibor bersa, bu o'z navbatida yaxshi shakllanib, mexanizm yaxshi bo'ladi, ishlarni malakasi yaxshi bo'ladi va hammasi bir tekis laynis bo'ladi. To'ppa-to'g'ri, hammasi bir-biriga bog'lanadi. Shuning uchun men o'ylaymanki, o'sha hozir xatolardan biri o'z ustida ishlamaslik, izlanish yo'q. Izlanish kerak, yengillik kiritish kerak. Innovatsiya, ya'ni innovatsiya qilsa klientlarga, ya'ni mijozlarga yoqadi innovatsiya. Yengilliklar bo'lsa, masalan, bilamizki, mana turk restoranlariga kirsangiz, olingiz bardakcha qo'yadi tekinga. Bu ham bir kompliment. Приятно masalan. Mana shu narsani ahamiyatga e'tibor berish kerak. Resepsiyon xodimlari постоянно, ya'ni har doim keladigan mehmonlarni inobatga olib qo'yish kerak. Masalan, agar har doimki loyalli mehmon bo'lsa, keyingi safar kelgan unga qanaqadir bonus qilib berish kerak. Masalan, chegirmami, vauchermi yoki qanaqadir bir spa xizmatlarini tekin. Masalan, bir bilamizki, har bitta nomer olganda nonushta, ya'ni zavtrak qo'shilgan bo'ladi, kiradi. Ko'pincha holatda o'zi kirmagan bo'ladi. Masalan, kechki nonushtalarni tekin qilib berish. Mana shunaqa mehmonxona faoliyatini kuchaytirish masalasida yoqimli taassurot qilib yana keladi. Taassurot, masalan, u borganda qaytganda aytadi, "Men bu mehmonxona bo'lgandim, bir ikki marta borganimda eslab qolib, men keyingi safar menga mana bunaqa imtiyozlar qilib berishdi, mana bunaqa kompliment qilib berishdi." U baribir gap-gaplarni baribir biridan so'raymiz. Biz o'zimiz ham bir safarga borib kelgandan keyin, "Men bu mehmonxonaga borgandim, bu yaxshiroq ekan. O'tgan gal bunga borgandim." Baribir bir og'iz aytamiz va hammasi faqatgina mehmonxonaga bog'liq emas. Mehmonxona aytganimizdek o'sha restoran, bar, retsept hamma tomonlar o'sha divan, kreslo zo'r bo'lishi mumkin, qimmat bo'lishi mumkin. Xodimlar yaxshi bo'lmasa, yaxshi muomala qilmasa, bu baribir o'z ta'sirini ko'rsatadi. Shuning uchun mana psixologiyada bir narsa bor, рабочее настроение, ya'ni ishchi kayfiyat bor va o'ydagi bor. Bizda adashtirib qo'yamiz. Ya'ni xodim o'yda qanaqadir nizo bo'ladi-da, ya'ni u kayfiyati buzildi, ishga keladi, hammada qovog'ini o'yib xumirib yuradi. Ya'ni ishchi o'y kayfiyati o'yda qolish kerak. Va albatta o'z navbatida ishchi ham ishda nizo bo'lib, ishda qoldirib, o'yda yaxshi kayfiyat kelish kerak. Bu degani faqat ishda pul topar ekanman, ishlar ekanman deb kulib yurish va oilaga e'tibor berish kerak albatta. Biz adashtirib qo'yamiz. Ya'ni ishda faqat yaxshi kulib, ya'ni tabassum bilan me'yorda, masalan, siz kelsangiz, xodim sizga qo'pol qarasa, hech kim yoqmaydi. Ya'ni siz hech qachon dam olgan boradi yo'q. Dam olgan borasiz. Bir dam olib, VIP mehmon bo'lib, bir qanaqadir missiya bilan kelgan bo'lsangiz, bir shartnoma tuzgani, bir davlat darajasidagi undan ham unga e'tibor qilish kerak. U dam olgan, dam olish kerak, u o'zini tiklash kerak.
bu yerda bunaqa xizmat bo'lsa boshqa mehmonxonaga ishini ham yo'qotishi yaxlashib aniqda beradi. unaqa agar Xuddi shunday. VIP klientlarga shunaqa uydagi muhitda ta'sir qilsa bo'ldi уже tamom. to'ppa-to'g'ri. Zo'r. Nurbek aka, hozir lekin nimagadir avvalgiga nisbatan mehmonxonalarga talab juda ham oshgan. Buning sababi nimada? Rivojlanib ketdimi? Sababi yaqqol ko'rsak bo'ladi. Ijtimoiy tarmoqlar bor bilsangiz, ko'rgan bo'lsangiz, har kuni yangilanyapti. Yengilliklardan ko'rsang ahamiyat bergan bo'lsangiz, ya'ni oxirgi yillarda ko'p mamlakatlar bilan biz vizaviy rejim, ya'ni viza rejimini o'zi sekin chetga suramiz. Bu yaxshi ma'noda, ya'ni misol bir chet el mamlakatdan mehmon kelish uchun, ya'ni o'sha o'z mamlakatdagi O'zbekiston elchixonasiga borib, viza olgandan keyin o'sha biletlarni olib, keyin masalan yoki o'sha tashrif buyurishdan ko'ra bilyaptiki, O'zbekistonga borish uchun viza shart emas. Bu o'z navbatida O'zbekistonni yana bir bor o'sha turistik jozibadorligini, ya'ni o'sha dastur deganda o'sha ochiqligi, qulayligini ochib beradi. Bu degani, ya'ni o'sha turistlarning oqimini qaysi miqdorda ancha yuqori qilib beradi, yuqori oshiradi. Ya'ni bu vizasiz rejimi ham bizga mana oddiy misol Turkiyada adashmasam 90 kunmi, shu 3 oylik viza rejim. Vizasiz rejim, ya'ni bemalol borib kelsa bo'ladi. Agarda 3 oydan yuqori qolib ketadigan bo'lsangiz, ish sababi, komandirovka, davolanish, o'qish bo'lsa, albatta viza olishga to'g'ri keladi. Qarang, shu turizm sohasini rivojlantirish uchun, turizmni baryerlarni to'sib qo'ymas uchun mana shunaqa yo'l tutishgan Turkiya hukumati. Bizda ham shu narsa, mana yaqqol misol bo'lyaptiki, ya'ni chet el mamlakatlardan turistlar bemalol hech qanaqasiz to'siqsiz kelib, biz yurtimizdagi turistik zonalarni tashrif buyurib, o'sha Samarqand, Buxoro, Xorazm, mana hozir Jizzaxda, barchaki viloyatlarda turizm sohasi juda yaxshi rivojlanyapti. Meditsina turizmi, ya'ni o'sha bizda gospitallar, больницаlar, klinikalar rivojlangan. Masalan, ko'p kishi ahamiyat berganman. Qozog'iston, Tojikistonlardan ancha fuqarolar davolangan ham kelyapti. Bizning madaniy meroslarimiz ancha, o'zimizda juda ham yuksak tarixga egamiz va albatta ayniqsa shu Yevropadagi juda ham qiziqadi. Biz Yevropada bo'lganimizda ham masalan ancha yil oldin qayerdansan deganda O'zbekiston deganda o'ylam qolardi. Keyin tushuntirardi markaz o'zi. Hozirda O'zbekiston desa, O'zbekiston o'zi tushunib, Amir Temur anaqa deb tushunib, o'zi bu juda ham biz mag'rurlanib ketamiz. Shuning uchun ham va albatta o'z navbatida bu mehmonxonalarga bo'lgan talabni yuqori qiladi. Ya'ni ochib beradi. To'padi, qaysi mamlakatdan qat'iy nazar, qaysi millat, qaysi maqsadga kelganidan qat'iy nazar, bir kundami, 2 kundami, 3 kundami qaysidir bir joyga tunab qolib, ya'ni yotib, qani o'zini yaxshi mehmonxona ham bu o'zbek madaniyatini ochib beradigan bitta maskan desak ham bo'ladi-da, misol uchun. Odamlarning munosabati, qanaqa qilib o'zini tutishi mehmonxonadan ham ko'rsa bo'ladi ko'pchilik. To'ppa-to'g'ri. Shuning uchun bu mehmonxonalarga o'sha turizmni rivojlantirgan sari, o'sha mamlakat ochiqligi sari, mehmonlar kelsa sari mehmonxonalarga talab juda oshadi. Juda ko'p. Asosiy sabablaridan biri demak shu. Nurbek aka, hozir misol uchun kasbini o'zgartirmoqchi bo'lganlar, o'zini misol uchun ota-onasini kasb qistovi bilan tanlagan, lekin mehmonxonaga qiziqaman, sayohat yoqadi yoki mehmonxona atmosferasi yoqadi, ishlamoqchiman yoki umuman kasbimni o'zgartirmoqchiman deydigan odamlarga qanaqa maslahat berasiz? Qaysi yo'lni tanlab yoki mehmonxona ularnikimi yo'qmi, nima qilsa bo'ladi? Shu savolga javob berish oldin bir narsani aytmoqchi edim, qiziqarli, bir esimga kelib qolganda, mana biza qaysidir kasb haqida gapirsak, birinchi navbatda bu erkak kishiga mosmi, ayol kishiga mosmi, qaysi yoshdagilarga mos, yoshi kattalargami, yoshlargami, mana shunaqa boshimizda mana shunaqa savol tug'ilib qoladi-da. Sedu qilgan loyihada o'sha hotel management, front office menejeri, food and beverage manager, barmenlik professional darajada bu yerda yosh ham tanlamaydi, bu yerda jins ham tanlamaydi. Masalan, yaqqol misol bor. Ko'pincha kinolarda, seriallarda yoki boshqa agar chet el bo'lgan bo'lsangiz ham Fransiya, Italiya, mana Ispaniyalarda
boshqa mamlakatlarda ko'pincha ofitsiantlar yoshi katta kishilar bo'ladi. Kamida 40-45 ga kirgan. Men o'zim uchratganman. Agar taqqosladigan bo'lsak, bizadagi 25 yashar chaqqon budda burondan tashqari o'sha farq qiladigan bo'lsak, ularni plus tomoni, ya'ni afzalligi nima bo'ladi? Ular nafaqat sizlarga zakaz oladi, ya'ni buyurtma oladi. Balki ular o'z navbatda tavsiya ham beradi. Ya'ni qaysi ovqat bilan nima salat yeyish mumkin, qaysi ovqat bilan nima ichish mumkin, nimadan nima oldin ichiladi, qaysi ovqatdan keyin nima ichiladi. Seduda o'sha biza loyihani boshlaganimizda o'sha fanlarni yaratilganda faqatgina xizmat ko'rsatish emas. Olib kelib berdi, olib ketdi, to'g'ri olib kelib berdi, to'g'ri olib ketdi. Servirovka emas, balki o'sha menyu o'rganiladi. Qanaqa ovqatlar bor? Bilamiz, veganlar bor. Ya'ni vegan degani go'sht qovurilgan, masalan, idishda o'sha sabzavotlar qovurilimi, u ham mumkin emas. Ya'ni ular alohida qovurilgan. Mana shu o'zini detallari bor. Ichimliklar bo'yicha. Masalan, mehmon keldilar, shamollagan. Ofitsiant, malakali ofitsiant tavsiya berish mumkin. Qora ko'k choy emas, masalan, imbirli choy, gvazdikali choy. Xohlasangiz, bizda barda shunaqa assortiment bor. Ya'ni shamollashga qarshi tavsiya bersa, mijoz nimaga yo'q deydi. Rahmat, baraka toping masalan. Bizda ko'rganman shu narsalarni ayrim restoranlarda bor. Masalan, o'sha menyularda bor. Uni yetkazib berish kerak. Bor, menyuda turibdi, bir 10 xil choy turibdi. Ofitsiant keladi, buyurtma oladi, oyligidan ketadi. O'sha mehmonni og'rig'ini topib, o'shanga yechim beradigan ham. To'ppa-to'g'ri. Masalan, o'sha shuning uchun ham mana shu Seduda optimal darajada to'g'ri o'zini spetsializatsiya qilganmiz. O'sha F&B manager, barmen, front office, ulardan tashqari обязательно, ulardan tashqari asosiy bilim va ko'nikmadan tashqari albatta o'sha bizning mutaxassislarimiz, o'qituvchilarimiz o'sha kerak bo'lsa psixologiya tomonidan psixologiya o'rgatiladi. Qaysi miqdorda etika, estetika, oratorskiy masalan iskustvo, ya'ni qanaqa muomala gaplashish, tashqi ko'rinishga e'tibor berish masalanda. Mana shu narsalarga e'tibor beriladi. Masalan, shu mehmonxonaga ham bir yaqin soha bor. Servis degan misolda aviakompaniyalar, avialiniyalar. Masalan, ko'rganmiz, steward va stewardessalar. Biz hammamiz stewardessa deymiz, ya'ni stewardessa o'sha rus tilida qiz bola degan maqsadda nazarda tutiladi. Steward o'g'il bola. Mana nechta shogird o'g'il bolalar bor, steward bo'lib ishlab kelmoqda. O'zbekiston havo yo'llarida, nufuzli chet el aviakompaniyalarda steward o'g'il bola, ya'ni bu degani u jins tanlamaydi. Ofitsiant ham, barmen ham, biza barmen deganimizda o'sha yana sal ozgincha eslasak, kinolarni esladigan bo'lsak, barmenda bir sochini turmak qilgan, qora ko'ylak kiygan, peshak kiygan o'g'il bola. Ko'p ayrim joylarda shunaqa qiz bolalar, barmenlar bor, shunaqa qiladi, u o'g'il bolalarga masalan o'rnak bo'ladi masalan. Bu degani masalan shunday yana holatlar bo'lganki, yosh masalasini aytadigan bo'lsak, 40 yoshgacha bir kasb egallab kelgan odam 40 yoshda boshqa kasbga qiziqish bo'lib, masalan, juda yuqori natijalarga erishgan. Ya'ni baribir odam o'zi qiziqqan narsa qilsa, o'sha narsa bilan, o'sha qiziqqan soha bilan shug'ullansa, bu ham ko'proq daromad olib beradi, ham o'ziga qulay bo'ladi. Shuning uchun o'sha narsani keyin yoqtirgani uchun san'at darajasiga olib chiqadi. U yuqori maosh degani. Yuqori maosh. Aytadi, eng zo'r ish bu, kasb bu yuqori daromad olib keladigan hobbi deymiz-ku. Xuddi shu narsa. Shunaqa. Shuning uchun Sedu bu soha bo'yicha ancha ko'maklashadi. Ya'ni Seduda bu soha bo'yicha shart-sharoit yaratilgan. Hobbilarini tanlash imkoniyatini beramiz biz. Hobbilarda o'zini sinab ko'rish imkoniyati, o'rganib ko'rish imkoniyatlarini albatta biz beramiz. O'g'il bola haqida gapirgan bo'lsak, ortiqcha kasb hech qanday zarar bo'lmaydi. Bu birinchidan. Yana bir narsani zo'r ta'kidlab o'tdingizki, muddati, qisqa muddatda. Ya'ni bir soha bo'yicha mutaxassis bo'lish uchun o'sha Sedu loyihasi bo'yicha nechidirlab oylab shart emas. Qisqa muddatda, yaxshi muddat, qulay muddatda tezkor, umumiy, tezkor va qisqa muddatda kerakli bilim ko'nikmani olib, professional darajaga yetib, undan keyin обязательно imtihon qilamiz.
ko'rib bitirgandan keyin o'sha bizga ko'rsatib berish kerak yuqori darajada. O'shandan keyin hamma eshiklar ochiq bo'ladi. Albatta. Juda ham maroqli suhbat bo'ldi. Tashrifingiz uchun rahmat. O'zim bilmagan narsalar juda ham ko'p ekan mehmonxona haqida. Biz endi chetdan eshitib, bu sferada bo'lmaganligimiz uchun o'zimga juda ham yangiliklarni kashf qildim. Albatta bu sohani mahorat darajasiga olib chiqqan, yaxshi ko'rgan xodimlar yuqori natijaga erishadi va biz bu imkoniyatni berishimizdan Sedutdan juda ham xursandmiz. Yana bir bor tashrifingiz uchun rahmat. Sizlarga ham juda kattakon rahmat. Juda xursand bo'ldim takliflaringiz uchun. Ishonchim komilki, bu birinchisi emas va oxirgisi emas. Albatta. Bu podkastlarimizda muhokalamani keyinchalik ham soha bo'yicha yurtimiz uchun, yoshlarimiz uchun bilimlarni berib, yaxshi sohalarga yo'naltirib harakat qilamiz. Rahmat sizga. Rahmat sizga.